Bugungi kunda atrof muhit muhofazasi, bioxilma-xillikni asrash, tuproq, suv va iqlim bilan bog'liq o'zgarishlar global miqyosda jiddiy muammolarni keltirib chiqarayotgani sir emas. Afsuski, bu muammolar O'zbekistonni ham chetlab o'tmagan. Iqlim o'zgarishi, mintaqada suv zaxirasining kamayishi va boshqa masalalarga yechim izlash kechiktirib bo'lmas vazifaga aylangan. Shundan kelib chiqib yurtimizda keng ko'lamdagi ishlar olib borilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan bu borada belgilangan vazifalar, muhim tashabbuslar doirasida O'zbekiston Ekologik partiyasi Xorazm viloyat kengashi tomonidan ham tizimli va manzilli ishlar amalga oshirilmoqda. Partiya brifingida bu haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Mamlakatimizda atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili O'zbekiston Ekologik partiyasi Xorazm viloyat kengashi tomonidan tizimli va manzilli ishlar amalga oshirildi. Aholi orasida jami 1509 ta targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Shundan 231 tasi davra suhbati, 24 ta seminar, 210 ta hashar hamda 661 ta uchrashuvlar, 383 ta ekosanalar tashkil etildi. Ekologiya va salomatlik ayollar klubi va yosh ekologlar qanoti bo'yicha olib borilgan ishlarga to'xtaladigan bo'lsak, ayollar klubi tomonidan jami 168 ta tadbir o'tkazilgan bo'lib, unda 6350 nafar ishtirokchi qamrab olindi. Xususan, O'zbekiston Ekologik partiyasi Xorazm viloyat kengashi tashabbusi bilan O'zbekiston xotin-qizlar olima uyushmasi viloyat bo'limi hamda Urganch davlat pedagogika instituti bilan hamkorlikda ekologiya va sog'lom turmush tarzi oiladan boshlanadi mavzusida ayollar ekoforumi tashkil etildi. Ekoforum doirasida sog'lomlashtirish mashg'ulotlari, sport tadbirlari, shuningdek ekologiya yo'nalishida ilmiy izlanishlar olib borayotgan xotin-qizlarning loyihalari taqdimoti tashkil etildi. Yosh ekologlar qanoti tomonidan jami 200 ta tadbir o'tkazilib, 11656 nafar ishtirokchi qamrab olindi. Shuningdek, 2025-yil davomida jami 141 ta partiya boshlang'ich tashkiloti tashkil qilindi. 7865 nafar fuqarolar partiya a'zoligiga qabul qilindi. Yangi qabul qilingan a'zolar orasida 1365 nafari badal to'lovchilar hisoblanadi. Shu kungacha jami 7865 tasi Argos tizimiga kiritildi. Jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlarga to'xtaladigan bo'lsak, 2025-yil davomida jami 396 ta murojaat kelib tushdi. Shundan 361 tasi ijobiy hal etildi, 35 tasi tushuntirishlar berildi. Bundan tashqari, jami 432 ta ekologik reyd tadbirlar o'tkazildi. 321 ta masala ijobiy hal qilindi. 41 tasiga tushuntirish ishlari berildi. 70 tasi tegishli tashkilotlarga yuborildi va nazoratga olindi. Yil davomida partiya faoliyati ommaviy axborot vositalarida jami 2637 marotaba yoritilgan. O'zbekiston Ekologik partiyasi Xorazm viloyat kengashi 2025-yil davomida ekologik muammolarni hal etish, aholining ekologik ongini oshirish va sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish yo'lida izchil va samarali faoliyat olib bordi. Kelgusida ham partiya tomonidan ushbu yo'nalishdagi ishlar yanada kengaytirilib, jamoatchilik bilan hamkorlikda amalga oshiriladi.